Nima qilish emas, lekin boshqa dunyoga tushib qolishga tayyor turing. 2 sotuvli 6 ta xonali uyni shunaqangi noodatiy uslubdan ta'mirdan chiqarishdi. Hovlidagi dekoratsiyalariga ahamiyat beringlar. Mazza qilib oilaviy o'tiradigan joylarigacha qilingan. Yozgi oshxonalari va mana shunaqangi gullari, kafeldan chiqarilgan va eksterior dizaynlari sizni hayratda qoldiradi. Binochiga kirishimiz bilan tanlangan ranglarni qarang. Bu yoqda yumshoqqina mebellar, oppoqqina eshiklar, panolar, ajoyib bir dizaynlar qilingan ekan. Oshxonamizni qaranglar. Ayollarimizning sevimli xonasi. Orzu havas qilganlar bormi? Bitta like bosib qo'yinglar. Shunaqangi chiroyli xonadonlar sizga ham nasib ro'z aylasin. Bu yerda mehmonxonamiz ancha seryozni dizayn bo'libdi. O'rtoqlar, bu uy har bitta detaliga ahamiyat beringlar. Qaranglar, did bilan ta'mirlab qo'yishibdi. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi, ishlatilgan mebellarni qaranglar. Qimmat bo'lib ko'rinib turibdi. Bu yoqda umumiy sanuzellari, dizaynlar juda ham zo'r. Havas qilganlar bormi? Shunaqangi chiroyli xonadonlar nasib qilsin deb bitta like bosmasanglar bo'lmaydi. Chiqarishimizda mozaik oynalari, bu yoqda ham noodatiy ranglardan foydalanilgan. Bu yoqda mana Allohning kalomi devorlarga ilingan farzandlar uchun yotoqxona, bu yoqda bo'lsa qiz bolalar uchun yotoqxona qilib bersanglar ham bo'lar ekan. Buni hamma mebellari komplekt. Kelasizlar, yashaysizlar, kiyiminglarni olib kelsanglar bo'ldi. Shunday yashab bersanglar bo'ldi ekan. Qarang do'stim, shunaqangi chiroyli xonadon egasi bo'lib qolsangiz, sizga Alloh nasib qilsa, birinchi o'rinda kimni mehmonga chaqirgan bo'lardingiz? Ehson dasturxoni bo'ladi-yu. Kimni birinchi chaqirgan bo'lardingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Bu yoqdagi mehmonxona ham ajoyib ekan, to'g'rimi? Qaranglar, qora bir stullardan foydalanib, devorlarda 2750 yildan oshiq tarixga ega bo'lgan Samarqand Buxorolarning rasmi ekan. O'rtoqlar, sizga ham mana shunaqangi zo'r xonadonlar nasib qilsin iloyim, mana shunaqangi chiroyli xonadonlar to'ylar qilinglar iloyim. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling o'rtoqlar.